Yeni qanun layihəsində Xitay təcavüzçülər oq mərkəzi əzası edib bahalandı. Bu xəbərmə əlbəttə yanıla Amerika Kengaş Palatasının Hərbi İşlər Komiteti tərəfindən Hərbi İşlər Komiteti dövlət müdafiəsiga hüquq beradigan mühim bir qanun layihəsini o'ttirg'a qo'ygan mühim bir qanun layihəsi əlbəttə. Bu yerdə bu organ şundaq qanun layihəsini o'ttirg'a qo'yub, bu qanun layihəsində Xitay Amerikanın mənfəətiga xiris qiladigan təcavüzçülər oq mərkəzinin bir əzası deb ta'kidlangan. Amerika Ovozi və başqa xəbər orqanlarında berildi bu xəbər əlbəttə. Məzkur qanun layihəsinin nişanı birinci aral zəncirinin ümumi müdafiə tayyorluq səviyyəsini östürüb, Amerikanın Xitayga qarşı gücünü zoraytish ekan. Qanun layihəsi yana Tayvanni bexatarlik yordami bilan ta'minlash, Tayvan uchun urush mezgildagi moddiy ashyo zapas ambiri qurish, shundaqla Tayvan va boshqa rayonlardagi sheriklarga qurol yarog' setishdagi kechikishlarni tekshirishga huquq beradi ekan. Chunki bu rayonda Amerikaning boshqa yana nurg'ulg'an ittifoqdosh davlatlari bor. Shunga bu yerdagi davlatlarga ittifoqdoshlarga moddiy ashyo, qurol bularni ta'minlash masalasida kechikishlarni qurol yarog' setishdagi bularni tekshirishga huquq beradigan bir organ. Mazkur qanun layihəsinin Avam Palatası nüsxəsi bundan ilgari Avam Palatası komiteti ma'qullangan bo'lib, Kengash Palatasının Hərbi İşlər Komiteti 10 iyun Kengash Palatası nüsxəsini ma'qullagan. Umumiy sommasi 1 trilyon 150 milyon dollarga yetadigan bu davlat müdafiə chiqimi planı keyingi qadamda Kengash Palatasının muzokara qilishi va ovozga qo'yishi uchun sunildi ekan. Albatta bu Xitoy uchun zo'r bir besim paydo qilgan, Xitoyni bearam qilgan masalalarning biri albatta. Mazkur qonun layihasida Xitoy Amerikaning manfaatiga xiris qiladigan tajovuzchilar o'q markazining bir a'zosi deb sifatlangan bo'lib, Xitoy, Rossiya, Iran va Shimoliy Koreya boshchiligidagi tajovuzchilar lageriga duch kelgan Amerika hozir 2. Dunyo urushidan buyongi eng xatarli tahdid muhitida turibdi deyilgan. Mushu qonun loyihasining ichida. Ma'lum bo'lishicha, keyingi bir necha oyda ikki palata bu vaqtdagi muzokarani ayrim tamomlagandan keyin munosabatli moddalar ustida maslahatlashib bir tutash nusxani tuzib chiqadigan va bu nusxa Kengash Palatasi va Avam Palatasının oxirgi tasdiqi va prezident imzosidan keyin rasmiy qonunga aylandi ekan.